Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi, hemmimizning xazinesi. Sanoqsiz kishilar bu onaning gaplariga qoyil bo'ldi. Yigit 5000 yuanga bir dona soat setib olibdi. Onasi qo'shnilariga o'g'lining soatini 200 yuanga oldi debdi. Qo'shnilari chiqib ketgandan keyin yigit onasidan so'rabdi. Ana, men bu soatni 5000 yuanga olgan tursam, siz nima uchun 200 yuanga oldi deysiz? Ana bundoq debdi. Balam, sen cho'ng bo'lib, yeshing bir yerga borgandan keyin shuni his qilasanki, sening o'zidinmi yaxshi yashayotganligingni ko'rib, chin ko'nglidan xushol bo'ladigan odam sanoqliqlar. Ko'p qism kishilarga nisbatan sening ulardan yaxshi yashayotganing ularni bearam qiladi. Ularning boshqalardan sening qandoqroq yashayotganligingni so'rashida faqat bir sabab bor. U bo'lsa-mu, sen ulardan yaxshi yashayotgansan yoki ulardan nacharroq yashayotgansan. Ular o'zini sendan yaxshi yashayotgandek his qilsa, ko'nglida bir xil qanoat tuyg'usi shakllanadi. Sana va sening baxtingga hasad qilmaydi. Oxirida sana bir jumla so'zni sovg'a qilay. Bu so'z qarmoqqa sal oshirib o'tilgandek tuyg'u beradi. Biroq amaliyat dal shundoq. Dunyoda ota-onangdan boshqa hech kim seni o'zidinmi yaxshi yashasakan demaydi. Do'stim, siz bu so'zlarga qo'shilamsiz? Darslarimiz turk tili, ingliz tili, rus tili, german tili, uyg'ur tili grammatikasi, xitoy tili, matematika, bolalar ona tili, bolalar ingliz tili, boshlang'ich saviya, ul saviya, o'rta saviya. Tarbiyalash muddati